tayyor qilib olgan simjang, samsoq, keskin laza. Mushlarni puraq chiqqicha qo'raymiz. Buni mushtaq bo'sh o'tda uzoqroq qo'rg'andan aytib mezlik. Samsoqlarning, simjanglarning shunda xushpuroq ta'mi chiqadi. Ma bo'lsa qaqlaza, ma bo'lsa xavyo. Xavyoni jiqraq beramiz. Ma bo'lsa qangzimalayu. Buni az miqdorda beramiz. Ma bo'lsa xogolyo. Xogolyoni az miqdorda beramiz. Qozonga soldik. Qo'raymiz. Bunga beliq chilashqidek bo'lgan suv qo'yamiz. Suvni qo'yib, buni 1-2 minut qaynatamiz. Sog'an dori-darmaklarningki, simjang samsoqlarningki ta'mlari yaxshi chiqish uchun 1-2 minut qaynatib, andan keyin ichidagi zazazlarni suzib elib etib, beliqni silib 3 minutdan 4 minutgacha beliqni qaynatib, suyini azroq quyaldirib elib iste'mol qilsak bo'ladi. Bunga solamiz tetib qo'ladan shakardan 4 qoshiq shakar. Jijingdan 2 ni. Ya'ni oqmushdan 1,5 qoshiq. Tuzdan 1,5 qoshiq. Vejingdan 1 qoshiq. Solamiz. Ondan keyin bunga jangyodan 1 qoshiq. Sirkidan 2 qoshiq sirka. Ya'ni ochiq suv, qora ochiq suv. Bir 2 minut qaynatgandan keyin buni mana va mezlik puraq, nima degan payzi buni hamda suzib etamiz. Sog'an dori-darmaklarni, simjang, so'ng piyoz narsalarni yeganda tishlarimizga, tillarimizga chaplashib olib, daxli qilmaslik uchun suzib etamiz. Mana zali qilib olgan beliqimizni o'sha tongga solamiz. Selib 4 minut atrofida qaynatamiz. Qaynatgandan keyin beliqning ta'mi ichiga kirib, nayt yeyishlik, mezlik bo'lib ketadi. Mana. Unda bo'lsa beliqmi nayt mezlik holatda pishib oldi. Buningga texmi payzi qilish uchun chanagan samsoqimizdan azroq solamiz. Mana samsoqni selib oldik. Andan keyin azroq sirk uramiz yana, puruqining kuchlik bo'lish uchun. Mana sirkidan azroq urib oldik. Ma bo'lsa zimaning meyi, shangyu deymiz. Shangyudan azroq uramiz. Mana rozisam biliq tayyorlabdi. Qaynab mana. Alomat o'xshida ma biliq. Mana mushta yerlik. Oddiy usulda oilalarda qilib bo'ldi ekan qo'ya. Yesakmi bo'ladi. Endi buni tafsil elishdan burun mana kraxmal suyidan azroq quyamiz. Nayt shilim holatda beliqqa yepishib turadi suyi. Mana bizning to'mi taqsimimiz tayyor bo'ldi. Bunga qizib ketdi-da, mana azroq may qo'yamiz. Undan keyin piyozni tekshi holatda yeyib olamiz. Bosh piyoz mana. Bosh piyoz. Bezik frachiq piyozdim va. Buni hamda taqsimimizga suv asaqli bo'ladi. Mana. Vay. Qaynab ketdi, varaq chiqib. Mana hozirdan qarshi qiyomini beliqning ustiga uramiz. Mana o'sha holatda tebayuma tayyor bo'ldi. Buni go'zal ko'rkam qilish uchun tayyor qilib olgan ko'k qizil lozimizni, ya'ni mana o'sha holatda chechib olamiz. Ustiga azroq zimalarni sepib olamiz. Ko'kimda yaq qildim mana. Mana ko'rib boqaylikana, nayt ko'rkam. Baning sizlarga yaradimi? 20 kam bo'chim, ammo chiraqsizda ajoyib piyoz chiqibdi mana.
Qani, Ketib baqqamdoq. bir tetep. Siz kelamiz javob etdingiz. Rahmat, sizdan kelsin. Belaqning tayyor chiqib turibmish, ha. Jon tanishimizni mana tabiiy qo'rsimga bej chiqadi. Asli Hatta mushu holatda oddiylashtirib, uyda mushu tamda mushu holatda qo'rib yesak bo'ladi. bak noch chiqibdi ma. Hamda uyda oilada biz boshqalar qilgandek jonlar yo'qda yaqib olgan. Tabiiy Men qo'rsim. sizlarga mana tabiiylar eng oddiy bo'lgan usulda qo'rish usulini ko'rsatib qo'ydim. Tam qandaroq bo'pti Tabiiy faqat. ajoyib pez bo'pti. Siz etib uyingizni pislab baqing. Yana mushundoq biliq turdiki tamoqlar qiziqsangiz, bizning inkatran yozib qo'yinglar. Biz budaq sanda texnik yaxshi bo'lganmish biliq turdiki tamoq etib chiqamiz. Yeshnur oshpaz keldi programmasi. Men Ro'ziya ustam, xudo qilsanda ko'rishaylik, xayr Xo'sh. qo'sh.